Turmayman deyapman. Turing, qarshilik. Sizning nima haqqingiz bor mana bunday qolib ketib qolishga? Ketaman, qarshilik deganingiz. Qarshilik demang. Hazillashmang. Hazillashmang, qo'lingizni oling, haqqingiz yo'q mana majbur. Turing dedim men sizga. Turmayman. Turing. Qonunni olib kelib qo'yib qo'yman, olib ketishga ruxsatnomani keyin turaman. Sudga borib hozir meni so'roq ham qilmoqchisizlar, o'zingizcha advokatdan boshqa sudya bilan hech kim haqqi yo'q so'roq qilishga. Mana shu qilayotgan ishingiz uchun qattiq javob berasiz. Ishoning. Avval olib ketib oling, keyin berasiz javobini. Yirtiladi ko'mashim. Urib qo'ya qol bunaqa qolib ketgan ayol kishiga kuchi yetgan erkak bilan. Qilaman. Men qonuniy so'rayman, sendan ruxsatnomani men olib ketishga olibchi. Qilaman deyapman. Qilaman. Ruxsatnomani ko'rsatsang keyin boraman. Xohlagan narsani ko'rsat. Sudlama kerakmi sizga? Sudlama kerak. So'radi. Sudda boraman. Mana shu o'tiraman, hech qayerga bormayman. Kim aniqlab? Nima o'zi? Turmayman deyapman. Turing, qarshilik. Sizning nima haqqingiz bor mana bunday qolib ketib qolishga? Ketaman, qarshilik deganingiz. Qarshilik demang. Hazillashmang. Hazillashmang, qo'lingizni oling, haqqingiz yo'q mana majbur. Turing dedim men sizga. Turmayman. Turing. Qonunni olib kelib qo'yib qo'yman, olib ketishga ruxsatnomani keyin turaman. Sudga borib hozir meni so'roq ham qilmoqchisizlar, o'zingizcha advokatdan boshqa sudya bilan hech kim haqqi yo'q so'roq qilishga. Mana shu qilayotgan ishingiz uchun qattiq javob berasiz. Ishoning. Avval olib ketib oling, keyin